Shavkat aka nima qilyapsiz? Shavkat aka plyonkalarni qaytaryapmiz. Shavkat akamiz. Hozir nima ish qildingiz hozir Shavkat aka? Hozir 4 ta eshikni urdik. Nima narsa? Salatan. Salafan? Evet. Birovni plyonkami? 200 mikron salatan. Endi bunga nima xususiyatlari bor buni? Endi buni xususiyatlari shu bir moshinni yurg'izmaydi. Ha. Toshlardan, chizilishlardan saqlaydi. Yo'q, Ha, qirilishdan saqlaydi. qirilishdanmi? Böyle Shavkat aka mana ishda Tolka ishlayapti, mana rosa bo'yapti. Bu shampunlarning izi bu.